Alaykum aziz opa-singillar, sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Mana o'tgan safar asosini to'qigandik. Menda bor iplarimdan shunaqa to'qildi. Endi buni chetiga barglarini to'qishni ko'rsataman. Buning uchun birinchi bo'lib ilmoq hosil qilib olamiz deb ipni uzib olgan joyimizdan ipni uzib olgan joyimizdan kirib zanjir olib chiqdik. Endi havodan 5 ta zanjir olamiz. 5 ta. Mana bu petlalarimiz sanaymiz 1 2 3, 4-inchisiga bez nakit kiramiz va mana shunday qilib chiqib olamiz. Yana shu joydan 5 ta zanjir olamiz. 2 3 4 5, 1 2 3, 4-inchisiga kirib bez nakitda mana shunday qilib qotirib olamiz. Yana xuddi shu holatni takrorlaymiz. 5 ta 1 2 3 4, mana 4-inchisiga mana shunday qilib qadab olamiz. Cheti mana shunday holatda ko'rinishda bo'ladi. Bu juda ham oson. Keyingi mana oxirigacha shunday qilib to'qib ko'ring o'zingiz. Keyingi nimasini davomini yana ko'rsataman. Hozir o'zingiz samostoятельно qator oxirigacha mana shunday qilib to'qib borasiz. Mana oxiriga kelib oldik. Mana oxirigisini sizlarga ko'rsataman. Oxirigisini mana bu yerga mana shunday qilib qadab olamiz. Endi havodan 3 ta zanjir olamiz. Nakitli ustuncha bilan mana bu nimani ichiga kirib to'qiymiz. Mana yana ustuncha olamiz. 5 ta ustuncha to'qiymiz shuni ichiga. 3 ta 4 ta 5 ta va oxirgisini mana shu yerga qadab qo'yamiz. Mana keyingisida mana bu yerdan olib havodan 13 ta zanjir olamiz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ta. Keyin 7-inchisiga qaytamiz mana. 1 2 3 4 5 6 7-inchisiga mana bunday qilib to'qiymiz. Bu bizda barik hisob. Mana bu yerga gul to'qiydigan joyimiz, bunisi esa barigimiz. Endi buni mana bu qadagan joyimiz bor-ku, avvalgi safar to'qiganimiz. Ana shu yerga olib kelib qadab qo'yamiz. Mana barik hosil bo'ldi bizda. Yana shu holatni takrorlaymiz. Endi hozir yana havodan 3 ta zanjir olamiz va mana bu to'qiganimiz ichiga 5 marta nakitli ustunchada to'qiymiz. Ustuncha hosil qilishimiz kerak. 2 3 4 5 ta. Endi oxirgisini mana 5 ta to'qib bo'lganimizdan keyin mana bu to'qigan yaqinlashtirib anaqa qilaman, hozir ko'rsataman. Mana shu yerga qadab olyapman mana. Keyingisida ichida mana bu halqani ichiga kirib bitta olaman-da, shuni 13 ta to'qiymiz zanjir. Agar sizni ipingiz qalinroq bo'lsa 7 ta 8 ta olsangiz ham bo'ladi.
Mana to'qiganimizdan keyin o'rtasiga kelib qatirib qo'yamiz. Mana. Bu nimaga? Bu barik ko'rinishida bo'ladi mana bunday. Endi buni oxirgi mana bu joyga qadab qo'yamiz. Mana shunday qilib, mana sizlarga tushuntiray, mana bu 5 ta to'qiganimizga biz hozir boshqa rang ipimiz bilan, qizil rang ipimiz bilan gul to'qiymiz. Mana bu esa barigi bo'lib qoladi. Bu yerga gul to'qiymiz, bu yerda barigi bo'lib qoladi. Mana shunday qilib qator oxirigacha aylantirib to'qib kelamiz. Keyingi anonda gulini to'qishni ko'rsataman. Mana to'qib oldik chetini. Endi gulini to'qishni ko'rsataman sizlarga. Buning uchun ham kurchokni mana ilmoq hosil qilib olamiz va mana bu yerga kiramiz. Mana gul to'qiymizni boya ko'rsatdim-ku, mana shu 5 ta to'qigan ustunchamizga kirib to'qiymiz. Mana birinchisiga kiraman. Uchta zanjir olamiz. Keyin nakitli ustuncha to'qiymiz. Mana shu yerga e'tibor beringlar. Kurchokni aylantirdim. O'sha olgan joyimga mana shu joyga kiryapman. Boshqasiga o'tib ketgan. Mana shu joyga kirib yana bitta olib olamiz. Kurchogimizda 3 ta halqa hosil bo'ldi. Ikkitasidan o'tamiz. Yana aylantiramiz. Yana shu joyga kiramiz. Yana ikkitasidan o'tamiz. Bizda 3 ta hosil bo'ldi. Yana aylantiramiz. Yana mana shu yerga kirib mana ikkitasidan o'tamiz yana. 4 ta hosil bo'ldi. Yana aylantiramiz. Yana shu yerga kirib yana ikkitasidan olamiz. Mana bizda 5 ta hosil bo'ldi. Yana aylantirib yana olamiz. Bizda 6 ta hosil bo'ldi. Mana 6 ta halqa hosil bo'ldi. Endi hammasini bitta qilib birlashtirib mana bunday qilib olamiz. Va keyingisiga o'tamiz. Endi keyingisini yonidagisidan olamiz. Bu lolani bitta yaprog'i bo'ldi. Endi mana keyingisiga kiramiz. Mana keyingi oraliqqa kirdim. Mana havodan zanjir olamiz. 3 ta tepaga ko'tarilamiz. Aylantirib xuddi shu holatni 6 marta takrorlaymiz. Mana kirib oldim. 3 ta edi. Ikkitasidan o'tkazdim. Yana aylantiramiz. Mana 4 ta bo'ldi. Ikkitasidan o'tkazdiramiz. Mana aylantiramiz. Mana 3 ta bo'ldi. Mana ikkitasidan o'tkazdiramiz. Bizda 4 ta hosil bo'ldi. Yana aylantiramiz. Mana ikkitasidan olib o'tamiz. Bizda 5 ta hosil bo'ldi. Endi mana yana aylantiramiz. Yana olib o'tamiz. Mana 6 ta bo'ldi. Endi 6 tani hammasidan olib o'tib, tepasini mana bizda lolani ikkinchi yaprog'i hosil bo'ldi. Keyingisiga kiramiz. Keyingisida ham mana zanjir olib olamiz 3 ta ustuncha qilib. Mana bitta aylantirdim. Kirib olaman va yana bu yerga o'tamiz. Yana aylantiraman, kirib olaman. 4 tadan ikkitasidan olib o'taman. 3 ta qoldi. Keyin yana shu yerga kirib mana 4 ta hosil bo'ldi. Ikkitasidan olib o'tdim. Yana kiraman. Ikkitasidan olib o'taman. 5 ta hosil bo'ldi. Yana shu yerga kirib yana 2 ta halqadan olib o'taman. 6 ta hosil bo'ldi. Endi 6 tani hammasini birlashtirib mana shunday to'qiyman. Mana shunday qilib oxirigacha to'qiyman. Mana shu yergacha to'qib, keyin oxirini birlashtirishni ko'rsataman. Mana yana kiramiz. Mana ko'rdingizmi? Bitta ustuncha hosil qilib olib, keyin davom ettiryapman jarayonni. Mana aylantirdim. Mana o'tdi. Ikkitadan o'tdi. Mana keyingisiga yana aylantiramiz. To'xtang, bu yerda ozgina xatolik ketdi. Mana
aylantirib olamiz. 3tani ikkitasidan o'taman. Yana aylantiraman. 4tani ikkitasidan o'taman. 3ta bo'ladi. Yana aylantirib 5tani ikkitasidan o'taman. 4ta bo'ladi. Yana aylantirib 6tani ikkitasidan o'taman. 5ta bo'ladi. Yana aylantiraman. 7tani ikkitasidan o'taman. Mana bizda 6ta hosil bo'ldi. Endi yana aylantirib olamiz. Mana 1 2 3 4ta. Mana oxirgisini to'qiymiz ekan. Mana aylantiramiz. 2ta. Yana aylantirib olamiz. 4ta bo'ldi. 4tani ikkitasidan olib o'tamiz. Yana aylantirib olib o'tamiz. Bizda 5ta bo'ldi. 5tani ikkitasidan olib o'tamiz. 4ta qoldi. Mana aylantiramiz. Bizda 6ta bo'ldi. 6tani ikkitasidan olib o'tamiz. 5ta qoladi. Mana aylantiramiz. Yana olib o'tamiz. 6ta bo'ldi. Endi 6tani hammasini birlashtiramiz. Mana shunday lolani yaprog'i bo'ldi. Mana qarang. O'zim ham ko'rganingizda ham mana shunday holatga keladi. 1 2 3 4 5ta. Chunki biz 5 ta ustuncha kirgandik. Shuni hisobiga 5ta anaqa bo'ldi. Endi mana bu yerda olgan birinchi anonimizdan keyin mana boshida kirgan birinchi halqamizga bu tomondagini olib shunday qilib birlashtirib mana shunday to'qiladi. Mana birinchi gulimiz tayyor bo'ldi. Qolganlarini ipni uzib, qolganlarini ham samostoятельно o'zingiz aylantirib to'qiysiz. Mana shu videomiz tayyor bo'ldi. O'ylaymanki bu sizlarga manfaatli bo'ldi. O'zingiz samostoятельно to'qiysiz. Qanaqa tushunmagan savolingiz bo'lsa, kommentariyada yozing. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.